Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana tahlillanadigan 1,5 litrli partalarimiz tayyor bo'ldi. Mana hozir laklanish jarayonida. Mana laklangan. Mana shunaqa boradi sizning xonadoningizga ham bemalol zakaz qilaverasizlar. Mana chotki qilib laklayapmiz. O'zim ustama, o'zim qilaman fonni hammasini. O'shaning uchun bexijolat shogirdlar qilmaydi, o'zimiz qo'limizdan o'tadi hammasi. Bemalol orqaga chiqarasizlar. Mana laklanmagan taxta faner. Samaralari ham yaxshisidan zo'rdan qotirilgan. Mana ular laklangan holati, mana qonni hozir mana laklayapmiz. Mana laklanish jarayonida, xudo yaxshi moshni qilib ishlab chiqarilgan. Bizning mazlum Namangan viloyati Pop tumani Patri bozorida. Telefon nomerlarimiz 94lik 680 3877 ga bemalol aloqaga chiqarasiz. Shu nomerda telegramlarimiz ham mavjud. Kanalimizga like va podpiska tugmasini ayamaysizlar do'stlar. Hop. Plastik kartalarimiz ham mavjud. Hop, mana narxi, hammaga narx qiziq. Birinchi o'rinda narxini aytib o'tamiz. Buni narxi 430 ming so'm chiqyapti. Ko'proq sizlarga ham kelishtirib beramiz. Mana yo'lda bo'yida bizning manzil, mashinalar o'tib turibdi. Bu taraf Toshkent Angren yo'nalishi. Bu tarafi esa Namangan, Andijon, Chust, Pop, To'raqo'rg'on yo'nalishi bo'lib o'tadi. Mana telefon nomerlarimiz 94lik 680 3877 ga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.